Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari, yana bir klientimiz ishlarini yakuniga yetdi. Ko'rib turganingizdek Alpro profilida rangini oq qilib, oynalarni ham oq qilib berdi. Montajimiz juda ham go'zal holatda o'rnatdik. Eshiklarini balkon profildan qilib berganmiz. Verandani ishlarini Patagoniyalar qo'yib berganmiz. Patagoniyalarda ham juda ham chiroyli holatda montaj qilib berdi. Har bir oralig'ida bittadan ochiladigan qilganmiz. Romlarimizga original ruchkalardan qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlari ham juda ham mustahkam. Bu joyimiz narxi kvadrati 470 ming so'mdan to'g'ri keldi. İşimiz juda ham sifatli chiqdi. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Montajimiz o'ta ham go'zal holatda o'rnatib berdik.